Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi harflarimiz H bilan X. O'zimiz oddiy H bilan qattiq X. Tomog'imizni qirib aytadigan. Bir xilda jim H, jim H, X bir xilda yoziladi, faqat nuqtasi bor yo'qligida va talaffuzida ajralib turadi. Demak, boshlaymiz. H. So'z boshida, so'z boshi. So'zni boshida kelishi egiptskiy iyeroglif ko'z bor-ku, o'shanga o'xshab ketadi. Bu nuqtasiz. So'z o'rtasi. Qo'lini yozamiz, ustidan shapka kiydirgandek. So'z oxiri. Qo'lini cho'zamiz, shapkasini kiydiramiz va pastga ahamiyat beramiz. Shapkasi bilan qonni bunday tushirganingizda tushishi kerak. Qonni bu yoqqa chiqib ketmasligi kerak. Va bu tomonda ham bu yoqdan uzoqqa ketib qolmasligi kerak bo'ladi. Mashq qilamiz. Aylantirib yotkizib qo'yilgan bir harf sifrasiga o'xshab ketadi. Ko'zga ham o'xshatsa bo'ladi. Shapkasini kiydiramiz. Prostoy qarandashda yozasizlar. O'xshamaganini o'chirib qayta ko'proq mashq qilsanglar, shunda o'xshaydi. Endi qo'shilgan variantini ko'rsataman. Boshida, o'rtada kelishi va so'zni oxirida kelishi. Samostoятельный kelishi o'zi. Mana bunaqa bo'ladi. Yana bir maslahat. O'tgan unli tovushlarni ham qo'yib chiqsanglar bo'ladi. O'zingizlarga mashq. Endi X harfi esa xuddi shunaqa, lekin X harfi qattiq ikkita. Tomog'imizni qirib chiqaramiz. Tepasida, boshida, ustida nuqtasi bor. Bir xilda yog'iga qo'yiladi. So'z o'rtasida so'z oxiri qo'lini shu yozayotganinglarda qaytarib
yozsanglar, qaysi harfni yozayotganinglarni. Shunda ham yaxshi bo'ladi. Talaffuzinglar ustida ham ishlanglar. Shu ahamiyat beradigan bo'lsak, 3 ta kletkani ishlatyapman. Ikkita tomondan yarim, o'rtadagisi bittani polni ishlatyapman. Yaxshilab yozayotganlarimga ahamiyat berib, sizlar ham xuddi shunday qilishga harakat qilinglar. So'zni oxiri bu bilan qonni teng bo'lishi kerak. Chiqib ketmasligi kerak. Mana ikkita kletka ishlatyapmizmi? Ikkitaga teng bo'lishi kerak. Chiqib ketish kerak emas, bu yoqdan ham chiqib ketmasligi kerak. Endi H harflari. H, H. ح حو أخ خا خو خي